Yangi qurilayotgan ko'p qavatli uy xarid qilishdan oldin ko'pchilikni o'ylantiradigan savollar. Aldab ketmasmikan? Qurilish qonuniymi? Ishonsa bo'larmikan? Va hokazo. Shu va shu kabi savollarga undan javob qidirib ovora bo'lmang. O'sha obyekt hududiga yopishtirilgan QR kodni skanerlang va barcha savollaringizga aniq javob oling. Shaffof qurilish milliy axborot tizimida yaratilgan ushbu xizmat orqali obyekt nomi, buyurtmachi, loyihachi, quruvchi va uning reytingi, qachon foydalanishga topshirilishi, shaharsozlik hujjatlari va boshqa ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Har bir ma'lumotni erinmasdan diqqat bilan o'qib chiqing. Masalan, obyekt nomiga e'tibor bering. Uy deb sotilayotgan bo'lsa-da, hujjatga mehmonxona, biznes markazi yoki savdo shoxobchasi deb yozilgan bo'lishi mumkin. Bu shubhali albatta. Keyingisi lokatsiya, ya'ni qurilish ko'rsatilgan manzilda amalga oshirilayotganiga e'tibor qiling. Binoni loyihaga mosligini ham tekshirishni unutmang. Deylik, hujjatda 4 yo'lakdan iborat 5 qavatli bino deb yozilgan, lekin siz xonadon sotib olayotgan obyektda qo'shimcha yo'lak va qavatlar qurilyapti. Ogoh bo'ling. Bu noqonuniy va kadastr hujjatlari olishga kafolat yo'q. Bizga obuna bo'ling. Navbatdagi videorolikda quruvchining avval qancha uy qurgani va hozir qurayotgan obyektlari haqida ma'lumot olishni o'rganamiz.